Uydirilgan din va Qur'ondagi din. 23-bob. Qur'onni dam solish kitobiga aylantirish. Bu kitobdan ko'zlangan maqsad Qur'onni dinning yagona manbai deya bilish shartligini tushuntirish hamda Qur'onga zid har qanday diniy xabarni rad etish zarurligini anglatishdir. Shu bilan birga mazhab va hadislar orqali tamoman boshqa dinlar uydirilganiga alohida e'tibor qaratish. Ushbu 23-bobda esa biroz farqli mavzuga teginamiz. Hatto hadis va mazhablarda ham mavjud bo'lmagan, ammo din peshvolari jon jahdi bilan himoya qiladigan yana bir uydirma o'z shayxlarini Allohga sherik qilish mavzusiga teginamiz. Aziz avliyolardan madad tilash. Avliyo qabri deya rangli latta va iplar bog'lash, piliklar yoqish, jonliqlar so'yish va shu kabi xurofalar bugun keng tarqalgan. Bir adib do'stimiz shunday bir tragikomik manzarani aytib bergandi. Bir gal Bursa safarimizda Usmon G'oziy maqbarasini ziyorat etmoqchi bo'ldim. Maqbaraga kirish uchun yonidagi o't o'chiruvchi xizmati binosi yaqinidan o'tishga to'g'ri kelar ekan. Men maqbaraga kirib o'rindiqlardan biriga o'tirdim-da, atrofdagi manzarani kuzata boshladim. Shu payt bir to'da xotinlar tog' yonbag'rida o'sgan bir daraxtning shoxlariga latta va iplar bog'layotganiga ko'zim tushdi. Nega bu xotinlar maqbarani ham qo'yib daraxtlarga latta bog'lab yurgani qiziqtirardi meni. Lattalar shunchalik baland shoxlarga bog'langan ediki, u yerga inson qo'li yetishi, u yoqda tursin, hatto qush qo'ni olishi ham deyarli imkonsiz edi. Hayratlar ichida buni sirini so'radim atrofdagilardan, hech kim ayta olmadi. So'rab surishtirib nihoyat bir mo'ysafid otaxondan bu latta sirini so'raganimda, kulishni ham, yig'lashni ham bilmasdim. Otaxonning aytishicha, uning yoshlik davrida shahar aholisi Ramazon oyida sahar va iftor vaqtini bildirish uchun 30 metr uzoqdagi o't o'chirish markazidagi zambaraklardan otish odati bo'lgan ekan. U paytlar zambarak to'plarini matolarga o'rab saqlash qo'yishar ekan. Ba'zan mato to'plarga yopishib qolganidan zambarakdan otilganida mato parchalari havoda uchib borib, jarlikdagi daraxt shoxlariga ilashib qolar ekan. Bu iplarni ko'rgan yo'lovchilar u yerda muqaddas qadamgoh bor deb o'ylab, daraxt shoxlariga latta va iplar bog'lash boshlangan ekan. Bugun esa bu yerga qatnaydigan xotinlar barcha hojatini ushbu qabrlardan, qabristondagi o'liklardan, atrofdagi daraxtlardan, ularga osilgan latta va iplardan so'rashar ekan. Afsuski bugungi kunda ham bu kabi qabrlarga sajda qiluvchi, maqbaralarni tavof qiluvchilar ham o'zlarini musulmon deya ovutadi. Vaholanki ular islomda taqiqlangan eng katta gunoh shirk gunohini ochiqdan ochiq sodir etayotganini anglab yetmaydi ham. Ularning nazdida Qur'on shunchaki dam solish va jin haydash kitobi, din esa o'lganlar ruhiga har payshanba duoi fotiha o'qishdan iborat. Dinga tiqishtirilgan va dinning bir parchasi deya ko'rsatilgan bunday xurofotlarni asl manbasidan tanimoqchi bo'lsangiz, quyida ba'zi o'rnaklarni keltiramiz. Bu o'rnaklar Dard senda, shifo menda, shifo retseptlari degan kitob to'plovchi Qudrat Chandra hamda Qur'oni Karimning sir va xosiyatlari kitobi Turkiyada Pamuk nashriyatidan chiqqan. Bular va bular kabi musulmon dunyosida uydirilgan yana minglab o'rnaklarni keltirish mumkin, ammo biz bu yerda faqat 10 ta o'rnak bilan cheklanamiz. Bu xurofotlarda Allohning muborak kalomi, muttaqilar uchun hidoyat bo'lmish Qur'oni Karim suralari vosita qilingan. Ummatning bugungi tushgan ahvol qanchalar ayanchli ekanini ushbu misollardan ham ko'rish mumkin. Demak, birinchi, kimki har kuni Rum surasining 3 oyatini va Soffat surasining 3 oyatini o'qisa, Allohga qasamki, agar gunohlari dengiz va ummonlar suvi yoki sahrodagi qum donalari kabi ko'p bo'lsa ham mag'firat etiladi. Agar kimdir ushbu surani to'liq yozib olib, og'zi tor shisha idishga solsa va betob bo'lib kasallanishni istagan odamni uyiga qo'ysa, o'sha uyda yashovchilarning hammasi shu onda xasta bo'lib qoladi. Hatto qisqa vaqt ichida uyga kiradigan begonalar ham. Ikkinchi,
Agar tanasi sanchiq azob chekayotgan bemorga Mujodala surasi o'qilsa, darhol og'riq ketadi va shirin tushlar ko'rib uyquga toladi. Bu surani kunduzi va kechqurun o'qigan kishi o'g'rilardan himoyalanadi. Agar bu surani qog'ozga yozib, keyin bu qog'ozni ekin maydoniga tashlansa, ekinlar har qanday kasallanish va zarar kunandalardan himoyalanadi va mo'l hosil beradi. 3. Kimdir Maun surasini o'qib, uyga yoki uydagi buyumlarga dam solsa, o'sha uy yoki buyumlar buzilishdan va yo'qolishdan saqlangan bo'ladi. Bu surani doimo o'qib yuradigan kishining har bir aytgani darhol va so'zsiz qabul qilinadigan mo'tabar odamga aylanadi. Uning aytganiga e'tiroz bildirishga hech kim jur'at qila olmaydigan bo'ladi. 4. Pulni tejash va boy bo'lishni istagan kishi har bir namozdan keyin Humaza surasini o'qish kerak. Kimdir birovni sharmanda qilmoqchi bo'lsa, bu surani o'qib oldiga 101 dona qalampirni terib, keyin sharmanda qilishni xohlagan kishining ismiga qo'shib yoqib tashlashsin. 5. Tez-tez ehtilom bo'ladigan yigitlar har qanday o'simlikdan bir dasta olib, unga Toriq surasini o'qib, yostig'i ostiga qo'yib uxlasin. Shunda kechasi ehtilom bo'lishdan xalos bo'ladi. 6. Gemorroy kasalligiga chalingan kimsa A'lo surasini har namozdan keyin 7 marta o'qisa, kasallik yo'qoladi. Kim juma namozi azonida bu surani qog'ozga yozsa, u hasad, ko'z tegish va sehrdan himoyalanadi. 7. Agar kimdir oyining oxirgi shanbasida quyosh chiqishidan oldin Falaq surasini to'liq holatda 7 quduqdan suzilgan qog'ozga za'faron bilan yozsa, ushbu surani dushmani va uning uyi oldida o'qisa, yaqin kun ichida bu uyda abadiy janjal boshlanadi va oila birgalikda yashashga qodir emasligi tufayli ajrashib ketishadi. 8. O'simlikka 7 tugun bog'lanadi va 1 va 7 tugunda Kavsar surasi o'qiladi. Har bir tugunga shunday deyiladi: Robbim mening falonchining shahvatini, jinsiy olatini, butun aqlu hushini, bo'yi 360 va eni 72 a'zosini bog'ladim. Keyin bu tugunlarni shamolga qarshi ilib qo'yiladi. Bu amali jodu kuchini ko'rsatganida uni yechish uchun zarur bo'ladi. Shu bois bu tugunni aslo yo'qotmaslik kerak. 9. Qiz bolani istish uchun o'simlik novdasini 17 marta tugun qilish kerak. 17 ta mim harfi bo'lgan Oyatul Kursi har tugunda 10 martadan o'qiladi. Va har bir tugundan keyin kimni va nima uchun isitmoqchi ekani aytiladi. Ey Robbim, men falon qizi falonni shahvatini, tilini va yo'lini bog'ladim. Oyatul Kursidagi ismi azam hurmati tugun qildim. So'ngra bokira qizga mana shu tarzda 17 tugun bog'lanadi. Oyatul Kursi jami 170 marta o'qiladi. Bu o'qilgan tugunlarni qorong'u joyga, og'ir tosh ostiga qo'yish va o'sha yerda saqlash kerak. Va 10. Beli bog'langan erkakni davolash uchun toza qog'ozga Oyatul Kursi, boshqa yana bir qog'ozga Hashr surasini oxirgi 4 oyati va Amanar Rasul yoziladi. Amanar Rasul Baqara surasining oxirgi 2 oyati. So'ngra o'sha kishining o'ng qo'liga Oyatul Kursi, chap qo'liga Hashr surasining oxirgi 4 oyati va Amanar Rasul yozilgan qog'oz bog'lanadi. Keyin unga hech qachon ishlatilmagan yangi bolta beriladi. U zaif jinsiy olatini bolta teshigiga tiqib bavul qiladi. Islomni faqat Qur'ondan o'rganishga da'vat qilib kelayotgan zamonaviy tadqiqotchilardan Edip Yüksel, Qur'onni dam solish, kinnachilik va shu kabi daromad topish manbaiga aylantirish misollarini keltirib, o'zining qiziqarli savollar, ya'ni ilginch so'rovlar kitobida shunday fikrlarni bayon etadi. Qur'on bu taqvodorlar uchun yo'l ko'rsatuvchi rahbar, hudal lil muttaqin, yo'limizni yorituvchi mash'al, nur, to'g'rini egridan ajratuvchi o'lchov, furqon, ixtilofga botganlarga bir dalil, ilm, barcha insoniyat uchun bir ibrat, oyat, qalblarida ma'naviy kasallik borlar uchun malham, shifo, musibatga uchragan mu'minlar uchun mujda, ya'ni bushra,
Barcha insoniyat uchun eslatma, zikr. Hidoyatga doir har bir narsani batafsil tushuntiruvchi qonun, mufassal. Aql egalari uchun to'g'ri fikrlash manbai, hikmat. Har bir narsani ochiq bayon qiluvchi kitob, tibyon. Haq egasini aniqlab beruvchi isbot, bayyina. Iymon egalari uchun bir baxshida, rahmat. Qoloqlikni va peshqadamlikni istovchilar uchun ogohlantiruv, zikra. Iymon keltiruvchilar qavmi uchun oyat belgilar, kitabul mubin. Adolat istovchilar uchun umum insoniy qonunlar, hukm. Allohning risolatini elchilar vafotidan keyin ham davom ettiruvchi rasul. O'zaro adovat va tafriqaga tushgan insonlarni o'zaro bog'lovchi arqon, hablulloh. Mu'minlar uchun qiyomatgacha o'lmas yo'l boshlovchi, imom. Tiriklarni ogohlantirish uchun yuborilgan eslatma, tazkira. Mana shunday maqsadlarda yuborilgan bu kitobni asl maqsadidan burib, botil maqsadlarga ishlatish uchun odamlar va jinlardan bo'lmish shaytonlar qo'lni qo'lga berib, jonbozlik ko'rsatib kelgan va aksariyat insoniyat, afsuslar bo'lsinki, ularning bu shaytoniy tuzoqlaridan omon qololmagan. Insoniyatni shirkning va zulmning qorong'u chuqurlaridan qutqarib, iymonga, adolatga va Allohning to'g'ri yo'liga eltish maqsadi bo'lgan Qur'onni 100 yillar mobaynida soxtakor va johillar ich ketishi yoki dabbalikka qarshi kufsuflarga naqorat qilib kelishadi. Bu Allohning diniga xiyonat va kitobiga qarshi eng og'ir haqorat, ummatga esa eng katta zarba edi. Falaq surasi bizga aksincha quyidagilarni o'rgatadi. Ayt, Falaq Robbiga sig'inurman, uning yaratgan maxluqoti yomonligidan va qoplagan qorong'ulik yomonligidan va rishtalarga tupuruvchilar yomonligidan va hasadgo'y hasad qilganidagi yomonligidan. Alloh taolo bizni Qur'onda har qanday zarardan faqat o'ziga sig'inishga buyurib turgan bo'lsa-yu, bu Qur'onni aynan dam solish, tumor, kinna, jin chiqarish kabi nayrangbozliklarga ishlatish bilan sodda va omiy musulmonlarni 100 yillardir laqqa tushirib kelishmoqda. Toki Qur'onni o'likka emas, tiriklarga o'qilmas ekan, toki Qur'onni ohangi emas, mazmuniga diqqat etilmas ekan, ummatdagi razolat va tubanlik voqeligi yana 100 yillar bo'yicha davom etaveradi. Avliyo nayrangi. Bu kitob uning bilan ogohlantirishing uchun va mu'minlarga eslatma bo'lsin uchun nozil qilingan. Shunday ekan, qalbingda undan tanglik bo'lmasin. Sizlarga Robbingizdan nozil qilingan narsaga ergashinglar. Undan boshqa avliyolarga ergashmanglar. Juda ham oz eslatma olasizlar. A'rof 2-3 oyat. Alloh faqat Qur'onga ergashishni buyuradi. Undan boshqa avliyolarga ergashishdan qaytaradi. Ammo bugun kitob bozorida bid'at va xurofot to'la kitoblarni odamlarga pullab, tafsir deya, hadis deya, fiqh va mazhab kitobi deya sotilmoqda. Va eng qizig'i, mualliflarga avliyo ismi berilmoqda. Odamlar Qur'onni qo'yib ergashadigan yanglish manzillarni aynan avliyo deyilishi diqqatga sazovor va Qur'on aynan qaytargan narsaning nomi avliyo. Avliyo vali, ya'ni do'st so'zining ko'plik shakli bo'lib, Qur'onda diniy ilmlar manbai ma'nosida ishlatiladi. Mazhab va tariqat faollari o'z peshvolarini avliyo deya ko'rsatib, ularning ham so'z va asarlari din manbai demoqchi bo'ladi. Ammo mazhabchi va tariqatchilar avliyo so'zini qandaydir g'ayri tabiiy xislatlarga ega bir supermen ma'nosida ishlatadi. Toki daromad dardida duch kelganini bosadigan nashriyatlar, o'yiga kelganini yozadigan yozuvchilar, bor puliga bularni sotib oladigan johillar bor ekan, Qur'onni yo'l ko'rsatuvchi rahbar emas, faqat dam solish, pul topish vositasi qilib olgan tujjorlar bor ekan, ahvol aslo o'nglanishi qiyin. Boz ustiga bu din tujjorlarini shayx, ustoz, ilm ahli, din peshvosi sanalib, din ishlari ularning ixtiyoriga topshirilgan ekan, hech qachon o'nglanmaydi.